Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 14-aprel 2025 yil Avtoshopdan yana bir kechki sovg'amiz bo'lsa, Gentra mashinasi. 2016-yilda ishlab chiqarilgan avtomatga korobka, galina, metan, shumka, yumshoq balon, yuk, xullas hamma bor edi. Mashinamizning pultlarinicha o'zimizning gullardan rahmatjon edi. Rahmatjon G'ayrat akam bilan kelgan ekan, xudo xolasa, baraka. Rahmatjon tabriklayman. Bayli davlatli mashina bo'lsa, Hizulloydan. Ben taşaktım tiltilpe. Maşını xaladingmi? Tamam, güzel. Endi dedangni birinchi podarkasimi sana? Hizulloy olsun uka. Avtoshop podpisчикlarga istaklardan olsa. Ha, kiyimlar arzon, zo'r. Qalagan mashinalar, sog'laslar. Kelaverasizlar. Tekrar jo'ra bunlarni topshirib o'tiribmiz. Avtoshop gurlarida xizmatdamiz, kelaverasizlar. Avtoshopda bomba bo'lib turibdi. Mana xudo xolasa, narxlarni percha etib tashladik deydi axir. Xursand ukamiz bor Mang'itda. Percha deb chiqib turadi. Shu ukamizda narxlar ham percha bo'lib ketdi. Mashinamiz 118 million so'm ishlab qo'yib turibdi. 110 million so'm narx bo'ldi, shtirpol bo'ldi. Mana rahmat ukamizga topshirib o'tamiz. Kelaversa tuni kun xizmatimizda Avtoshop. Keladi odamlar. Ya ko'rinsa bu bilan.